Bahor yosharish, yangilanish fasli. Bu faslda hamma har xil kutib oladi. Bahor faslini eng go'zal bayramlardan bittasi Navro'z bayrami. Bu bayramni kimdir ota-onasi bilan, kimdir do'stlari davrasida, kimdir esa umuman boshqa joyda kutib oladi. Xo'sh, Navro'z bayramini talabalar qanday kutib oladi? Bugun shu savolga sizlar bilan Avlod Media YouTube kanalida birgalikda Asila bilan javob topamiz. Xo'sh, Qani ketdik bo'lmasa? qani boshlaylik. Navruz kelibon jumlay jahon nozlanajakdi. Oftob qizitib asta sekin yozlar. Xo'sh, talabalar, bayram zo'r o'tdi. Bayramni bayram qilmaydigan, bayram payti sizlarni qiynaydigan narsa nima? Uyga ketishda birinchi o'rinda. Bayramdan ishlash. Menga mazza shu deyman. Chetdanman men. Bayramda ham ishlash. Bayram payti stipendiya tushib bersa zo'r bo'lar degan o'yladim. Bayram vaqti kanikullarning kamligi, keyin mana bu transportlarni yo'qligi, biletlar tugab qoldi, avtobusga ham. Amaliyot biletlarning yo'qligi. Rahmat hammanglarga, bayram yaxshi o'tkazinglar. Festival ilk daqiqalardanoq talabalarning quvonchli shovqini, musiqa sadolari va sport ruhi bilan ajralib turibdi. Assalomu alaykum. Bolalikdagi eng esda qolarli Navro'z xotirangiz qaysi bo'lgan? Maktabimdagi bo'lgan, o'shanda adashmasam, men qo'shiq aytdim maktabimda. Qo'shiq aytganingiz bilan esda qolganmi? Ha, o'sha bitta men aytdim-da o'shanda. Bolalikdagi eng esda qolarli Navro'z xotirangiz qaysi bo'lgan? Assalomu alaykum. Bu mahallamdagi Navro'z bo'lgan, lekin men u yerga bormaganligim uchun bu esda qolarli bo'lgan. Eng zo'rini aytadigan bo'lsam, bu adashmasam 8 yoshimdagi bo'lgan. Chunki nimasi bilan esda qolgan, shu vaqtida yangi do'stlar orttirganman, keyin o'yinda o'ynaganimda juda ham katta yutuq yutib olgandim. Shu menga juda ham esda qolarli bo'lgan o'yinda. Navro'zda ko'proq nimani kutasiz? Dam olishnimi yoki Navro'z bayraminimi? Navro'z bayramini, chunki Navro'z bayrami bizani milliy bayramimiz, bu yangilanish, yosharish bo'lganligi uchun tabiat qo'ynida bo'ladi. Shuning uchun juda ham bayramni o'zini kutaman, dam olishni emas. Ko'proq dam olishni, chunki men nima desam bo'larkan, har doim band odamman-da, ana ko'p tashkilotlarda yuraman. O'shani charchab qolaman. Shuning uchun ko'proq dam olgan yaxshi deb o'ylayman. Albatta, o'zbek milliy bayramlarimiz palovsiz o'tmaydi. Mana shu katta qozonlarda 1000 kishilik ayni damda oshlar tayyorlanmoqda. Islom, nima qilyapsiz bu yerda? Talabalarni ko'rib o'zim ham talabalik davrim esimga tushib ketdi. Mazza qilib bayram kayfiyatida o'tkazmoqman. Keldingmi? O'yinga tushgan qizchaning yori bo'lsamchi, avun betiga yarashgan holi bo'lsamchi, avun betiga yarashgan holi bo'lsamchi.